Hammaga assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Barchamizga ma'lum, ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalayotgan oxirgi kundagi mavzu o'sha Turkiyadagi asli o'zbek Jasmin Trans qamalganligi bo'yicha bo'ladi. Endi buni biza nima uchun qamatdik? Avvalambor buni Turkiya davlati qamadi. Qonuniy bo'ldi hammasi. To'g'ri, endi sponsorlik qilgan biza bo'ldik. Yana bizning orqamizda yana bir ikkita akalar bor. Endi ular xohlashmadi ismligini aytishimni. Alloh rozi bo'lsin ulardan ham. Xo'p. Demak, sizlarga boshidan, noldan tushuntirib beraman. O'zi aslida voqea nima bo'lgan? Nima uchun bu qamalib ketdi? Nima uchun advokatga necha pul tikdik? Nima uchun men Turkiyaga bordim? Nimaga advokat bilan ko'rishdim? Hamma narsani hozir shu yerda bilib olasizlar. Bir 5 oycha oldin bir video chiqargan edim, esingizda bo'lsa, Nat Plus kompensatsiyasi bo'yicha Jasmin Trans Turkiyadan O'zbekistonga mol yorayotgan edi. Ya'ni o'sha preparat. Nat Plus kompensatsiyasini $150 sotishdi O'zbekistonda, $300 sotishdi. To'g'risi, men boshida hayron qoldim. Bizning sodda xalqimiz, bilasizlar, juda ham sodda xalqimiz ishonishdi. Bu bizani yoshartirar ekan, rakka davolar ekan, hattoki speed vichlarni ham davolar ekan deb o'ylashdi. Endi o'zingizlar bundoq o'ylab ko'ringlar. Yoshartiradigan shunaqangi bir preparat chiqsa, unaqada dunyo prezidentlari, dunyodagi milliarderlar, misol mana Elon Musklar, ular nima uchun qaryapti? Shu bo'yicha men o'zimni jurnalistik surishtiruvlarimni amalga oshirdim. Xo'p, bunda quyidagilar ma'lum bo'ldi. Ya'ni Turkiyada bu preparat, ya'ni Nat Plus kompensatsiyasi, Xitoyda ham bor bu narsa, bor yo'g'i $4 $15gacha ekan. Men bu narsani isbotlab internetga, ijtimoiy tarmoqlarga olib chiqqan edim. Endi albatta Jasmin Trans ga bu meni olib chiqqan videoim, haqiqatda olib chiqqan videoim unga yoqmadi. Va u har doimgidek o'zini o'sha yomon ishlarni qilishni boshladi. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlarga meni rasmimni olib chiqib qo'ydi, har xil o'sha uyatsiz pornografik videolarni qo'ydi. Mana bu bunaqa bo'ladi deb, o'zingizga ham ma'lum, hammani biron bir san'atkor bo'ladimi, yo fohishaga chiqaradi. Agarda erkak bo'ladigan bo'lsa, uni geyga chiqarib obro'sizlantiradi, ya'ni ijtimoiy tarmoqlar bo'yicha. To'g'risini aytadigan bo'lsam, men ko'rganman, juda ham ko'pchilikni o'sha geyga chiqarib qo'yayotganligi yoki fohishaga chiqarib qo'yayotganligi, buni san'atkorlar ham juda ham yaxshi bilishadi. Bundan jabr ko'rgan odamlar O'zbekistonda juda ham ko'p. Menga kelganda, to'g'risi, men chidab tura olmadim. Yana bir ikkita akamiz borlar, ularning ismlarini aytmayman, iltimos qilishdi, ismimni aytmagin deyishdi. Ular bilan hamkorlikda biz bir ish qildik. Bu narsani ochiq shunchaki qo'yib bo'lmaydi. Qachongacha O'zbekistonda bu trans hammani haqorat qilib olib chiqaveradi. Bu fohisha bo'lmasa ham yoki u o'sha gey bo'lmasa ham buni hammani oldida izza qilib, ommani oldida uni obro'sizlantiradi. Va bu narsaga to'ycha